bolajonlar, biz sizlar bilan hozir jumlani to'ldiring o'yinini birgalikda o'ynaymiz. Guruhlarimizga bo'linib oldigan. Birinchi guruhdan bir kishi, ikkinchi guruhdan bir kishi va uchinchi guruhdan bittadan o'quvchi chiqadi. Mana bu yerga so'zlar yashiringan. Bu so'zlarga kishilik olmoshlarini qo'yib, gaplarni davom ettiradi. Hamma tushundimi? Qani bu guruhdan keling, o'g'lim, ruchka bilan keling. Bu guruhimizdan keling, o'g'lim. Bu guruhimizdan-chi? Keling, o'g'lim. Hozir 1-2 deb aytganimizdan boshladik deb turinglar. Qani joylashib olamiz. 1-2 deb aytaman. Shuni ochib, kishilik olmoshlarini qo'yasizlar. Tushunarlimi? Qani 1-2-3 boshladik. Tepasiga kichikroq qilib yozasangiz bo'ladi. Vaqt ketyapti bolajonlar, chaqqon bajaramiz. Birinchi bo'ldi bu guruhimizni zukkolar guruhidan. Birinchi bo'ldi, ikkinchi qani chaqqon vaqt ketyapti. Ikkinchi bo'lib esa chaqqonlar guruhi. Uchinchi bo'lib esa o'ldingmi o'g'lim? Bo'ldi. Rahmat. Uchinchi bo'lib esa to'qirlar guruhidan bajardilar. Hozir buni tekshirib ko'ramiz. Birinchisiga, bu kitob menga juda yoqadi, chunki uni o'qisam maza qilaman. To'g'ri yozgan. Ikkinchisi, bizning do'stimiz tug'ilgan kuniga taklif qildi. Bu yo'q ham to'g'ri yozilgan. Keyingisi, bizning qo'shnimiz, bunisini ozgina adashibsan. Bizning joyiga bizni qo'shnimiz yaxshi ko'radi. Keyingisi, yangi bilimlarni o'rganish bizning tafakkur olamimizni kengaytiradi. To'g'ri bajargan. Bittasida ozgina adashgan. Bu ham to'g'ri bajargan. Uchinchi guruhdagi bolajonimiz esa bittasiga ozgina adashgan. O'tiringlar. Rahmat. Uchinchi guruh.